Birinchi shu boladan boshlayveramiz. Hormanglar, birinchisilardan boshlaymiz. Kutilmagan savollar. Qalisiz? Charchamayapsizmi? Bu qurilma haqida ozgina ma'lumot bering. Bu qurilmamiz turli xil funksiyalari bor. Biz hozir unga Bluetooth o'rnatganmiz va biz masofadan turib, masalan, bunga buyruq berishimiz mumkin. Hozirda ko'p robotlar bor, lekin bu robotlarning bitta minus tomoni bor. Ularga masalan narsa yuklamoqchi bo'lsangiz, qo'lingiz bilan yuklashingiz kerak bo'ladi. Lekin bu robotda bunday emas. Buning o'zining maxsus qo'llari bor va avtomatik ochilib yopuvchi uyquxonasi bor. Bu robotga masofadan turib Bluetoothdan buyruq bersangiz, u uzoqqa bora oladi va keyin o'z qo'li bilan kerakli narsani olib, o'zining xonasiga joylaydi va sizga olib kelib berishi mumkin. Yana biz bunga shunday funksiyalarni qo'shishimiz mumkin. Human following robot qilishimiz mumkin. Bu robot inson orqasidan yuradi, lekin biz hozir Bluetooth versiyasini qilib qo'yganmiz. Bitta ishlatib bera olasizmi? Nima nasib bo'ladi? Olish bosib hozir. Ha. Bu senda shivordi. Ko'pchilik Bluetooth qo'llanyapti, shuning uchun Bluetooth qurilmalari juda ham ko'p. Juda yaxshi. O. Pasayadi, ko'tariladi. Juda yaxshi. Bo'ldi. Rahmat sizga. Ishlarga omad. Ormanglar bolalar, charchamayapsizlarmi? Ha, bu qurilmalar haqida ozgina ma'lumot bering. O'zingizni tanishtiring. Men ismim Nasriddin Muhammadsaid. Juda yaxshi. Bu qurilmalarimiz, bu dezinfeksiya apparati. Bu chegara qo'shinlariga qo'yiladi. Ya'ni hozirgi kundagi global muammolarga yechim, shunaqami? Ya'ni chet davlatdan kelib turgan yurtdoshlarimiz dezinfeksiya qilish maqsadida oz. Masalan, aytaylik, boshqa davlatdan kelyapti. Kelib turganda avtomatik kvartsiv lampalar o'rnadi. Birsalaring kvartsiv lampa nimaga ega? Virus o'ldirish nimasiga ega. Batga gilam qo'yganimiz sababi gilamga xlorlangan suv sepamiz, ya'ni oyoq kiyimni nima qilish, dezinfeksiya qilish maqsad. Bir paytda o'zida ham kiyim ustini yoki bo'lmasa oyoq kiyimni ham dezinfeksiya qilish imkoniyati bor. Juda yaxshi, davom eting. O'tyapti turganda keyin ustini nimada xlorlangan suvdan, malinka kichkina zarracha suvlarni nima qilish, dezinfeksiya qilish. Birsalaring masalan yoqimsiz qo'yib qo'yishadi, fontanga o'xshab kelib tushib turadi. U yoqishimga yoqmaydi. Bizda o'shani yechimini topdik. Mayda-mayda kapelka, mayda-mayda zarracha qilib turib bitta beradi xolos. Ayni kelib turganingizda. Juda yaxshi. Davom etamizmi? Keyingi qurilmalar. Davom eting. Hammasi haqida ma'lumot beravering bemalol. Aqlli mashina. Aqlli mashina? Telefonda boshqariladi buni. Nima uchun aqlli? Telefonda boshqarilishi, bu samodelniy. Masalan, oddiy nimani korpus topib turib, motor, driver, akkumulyatorlar qo'yilgan. Juda yaxshi. Ishlatib ko'rsatib berasizmi? Mayli. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Nodir. Men Farg'ona Politexnika instituti magistrantiman. Bu proyektimiz ITech o'quv markazi proyektlaridan biri bo'ladi. Bu aqlli uy. Bu aqlli uyda afzalli taraflari birinchi o'rinda bu telefon orqali boshqariladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Misol uchun bizga qaysidir uyda chiroq kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali bu narsani yoqishimiz mumkin. Undan tashqari bunga alohida nocnoy rejim qo'shganmiz. Bu faqat tungi rejimda ishlaydigan holatga o'tadi. Undan tashqari bunga alohida parol qo'yganmiz. Bu parol qo'yish orqali eshigimizni ochib yopishimiz yoki bo'lmasa telefon orqali buni ham boshqarishimiz mumkin. Undan tashqari buni yana takomillashtirib ketyapmiz. Odam kirganda avtomatik chiroqlar yonishi yoki bo'lmasa bizga kerak emas chiroqlarni avtomatik o'chirib qo'yishi, shu rejimlarni qo'shish rejasidamiz. Amaliyotga qachon so'raydi? Amaliyotga hozirda o'zida tatbiq qilyapmiz. Bizda asosiy birinchi bosqichimiz eshiklarni avtomatik ravishda oddiy karta orqali, EFIT karta orqali boshqaruvni joriy qilyapmiz. Qayerda? Hozir mana yangi qurilayotgan uylar borki, Farg'ona shahridagi. Shularga qo'yapmiz, tez orada bu narsalarni ko'rasizlar. Mana shu ishingizdan qancha daromad topgansiz? Bu ishimdan hali men yangi o'rganuvchiman. Endi boshlayapmiz. Hozirgi holatda 200-300 dollardan boshlanadi. Oylik daromad. Endi asosan bizda ishga qaraladi. Misol uchun tushayotgan proyektlar qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab turib ketadi. Bu qurilmamiz aynan suv sathini o'lchab beradigan qurilma hisoblanadi. Suv qanchalik agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizga bu doimiy tarzda internet orqali bizga grafikini berib turadi. Qanchalik suv ko'tarilgan bo'ladigan bo'lsa, biz bu narsani ko'rib turib, suvni kamaytirish yo'lini ko'ramiz. Agar suv ozayib ketgan bo'lsa, suvni ko'paytirish choralarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Qayerda foydalanasiz?
Bu asosan Farg'ona kanallariga qo'yiladi. Keyin bu tarmoqlanib mahalliy hududlarga kirishda alohida qo'llaniladi. Chunki qishloq juda yaxshi, to'g'ri, to'g'ri. Hozir agar buni qishloq xo'jalikkacha joriy qiladigan bo'lsak, chekka joylarga suv yetib borishi ozgina muammo bo'ladi-ku. Shuni bitta tizim orqali boshqarishimiz mumkin. Butun O'zbekistonda bitta tizim orqali, bir dona sayt orqali boshqarishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi kundan olgan taassurotlaringiz haqida gapiring. Xo'p, biz bugun maktab tomonidan shu raqamli texnologiyalar markaziga jo'natishdi. Bu yerda biz har xil robotlarni ko'rdik. O'zimizda har xil taassurotlar ko'rsatdik va shunga qiziqqanimiz tufayli mana bizga ham qo'limizga o'zlarini vizitkalarini berishdi. Biz ham borib shularga o'qimoqchimiz. Juda yaxshi. Hormanglar bolalar. Va alaykum assalom. Nima yasadinglar? Robot. Xo'p, qanday imkoniyatlari bor? Qanday foydali tomonlari bor? Foydali tomonlari unda narsa ko'tarib ketishi ham mumkin. Xo'p. Olib ketadi ham. Keyin bu sulomalar joylashtirilgan. Aha. Demakki qilib qo'yadi joylash joyi. O, juda yaxshi. Keyin bu harakatlanadi. Bunga Arduino qo'shilganmi? Yoki Arduino'siz qilinganmi bu? Arduino bilanmi? Bo'ldi, yurgizib ko'rsatib beringchi. Prezentatsiyada chiqasiz bugun? Juda yaxshi. Omad, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Qurilmalaringiz haqida ma'lumot bering. Qurilmalarim haqida mayli. Birinchisi aytaylik, bu ofitsiant robot. Hop, ofitsiant robot. Oshxonalarga, restoranlarga qo'yilsa bemalol bo'ladigan ofitsiant robot. Shunchaki mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Juda yaxshi. Ish kuchini tejash va shunga o'xshagan narsalar. Aha. Xo'p, keyingisi bu Bunga qiziqdim-da, qanaqadir ajoyib, qanday imkoniyatlari bor? bu ko'proq velosiped haydovchilariga, Aha. motorol haydovchilariga, skuter haydovchilariga juda ham kerak bo'ladi. Nimaga Nima uchun? deydigan bo'lsangiz, ba'zi skuterlarda chiroqlari yo'q. Burilishni oldini ogohlantiradi. Masalan, siz zalga chiqing. Yo'lda ketyapsiz-da, chap tomonga burilishingiz kerak. Hop. Orqangizda mashina kelyapti. Agar orqadagi mashina ham, u ham chapga burilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, sizni urib yuborishi mumkin yoki qanaqadir nizo kelib chiqadi. Burilayotganda. Shuning uchun 20-30 metr qolganda burilishga bitta maxsus knopkalar bor, shularni bosasiz. Bosganingizda orqadagi haydovchiga ishora beradi. Ya'ni birinchi knopkani bossangiz chap tomonga qovurib yonadi. Yaxshi. Hop, undan keyin ikkinchi knopkani bosadigan bo'lsangiz o'ng tomonga qovurib yonadi. Uchinchi knopka nima? Hop, uchinchi knopka qo'shishga ozgina vaqt yetmay qoldi. Bu uchinchi knopka shundayki, kechki paytda mashina yo'q paytda oldiga LED chiroqlar bilan yoritib ketaveradi. Bemalol o'zini oldini.